Birinchi kursni bitirib, ikkinchi kursda Chicago'ga ketdingiz. Ha. Amerikaga ketdingiz. Yodimda yo'q, ikkini bitirib 3 tamadi, yodimda yo'q to'g'risi. Amerikaga ketdingiz. Ha. Qaysi shtatdan shu haqida ko'proq gaplashaylik? Mani Maine degan shtatga jo'natdilar. Ya'ni o'zlarimizda tanlovda emas, o'zi nera borish, qaysi universitetda o'qish, o'zlarimizga berilmaydi o narsa. Prosta yutasan, keyin o'zlari filtratib hammani har xil joyga yuboradilar. Masalan, bir ikki o'zbeklar bor, Alyaskaga tushgan bor. Kuru sovuqda neda yurdilar. Really? Da, Alyaskaga tushgan o'zbeklar bor. Men ham shunga o'xshashroq joyga tushdim. Maine degan shtat bor ekan, Maine deb yoziladi. Kanadani ichine girib turibdi u shtat, dim sovuq joy. Xat kelib turibdi, email. Men darsdadim shu vaqt, pre-IELTS dars o'tib turardim. Email keldi, ochib qarasam, you have been placed in the University of Maine deb yozib. Like, o'qib ham bilmayman, nolqini tushunmayman turibman. Ne universitetning adimi bu, shtatmi bu? Internetga kirib qarasam, shtat bor ekan shunday. Ketganmiz keyin shuni. Chaqmoq o'qigan shon tarafda. 5 oydan sal ziyodroq. 5 oydan Bir semestrdan avval.